Navbatdagi obyektimiz Andijonda bo'ldi. Bu yerga milliy uslubdagi lazerli naveslarimizdan bitirib berganmiz. Ishlarimizni ko'rib, bitta o'zingizlar baho berasizlar. Bu obyektimiz 200 kvadratdan oshiq joyga qilib naves ishlarini olib berganmiz. Ko'rib turganingdek milliycha uslubda yondashilgan va tagi qismiga ограждение qilib berilgan. Buni ham lazer gullardan bir xil holatda qilib ishlarni bitirib berganmiz. Juda ham idealniy qilib ishlangan va uylarini burchaklari 90 gradus bo'lmaganligi uchun shunaqa avvalgi holatda qilib yechim qilib berilgan. Umuman gullar dizayni o'zgarmagan holatda qilib ishlovlarni bitirildi. Ko'rib turganingdek stoykalarini 6x6 profildan ishlab berganmiz. Teva qismlari 4x4 profildan ishlangan. 1.8 listdan lazer gullarni o'ldirib berganmiz. Teva qismi mokrasfalt svetda leksanlarni yopib berilgan. Leksanlarni shunaqa salqin qilishi mana shu turgan holatimizda bo'ladi. 70% o'zini quyosh nurini ushlab qoladi. Salqinligi ham juda yaxshi holatda bo'ladi. Kraskalarni ham mokrasfalt svetda glansiy holatda qilib ishlanib bitirilgan. Yana bitta alohida e'tiborli joylardan ko'p joylarda ko'ryapmiz. Navesni xorlarni, ya'ni o'sha strapilerlarni har bittasini oralig'ini 1,5 metrgacha qo'yib yuborishyapti. Bu joyimizni 95 santimetrdan qilib oralarni qo'yib berganmiz va shunga qarab narxlari o'zgarib boradi. O'zlariga yoqqan variantda qilib ishlarni bitirib, chiroyli holatda qilib topshiramiz. Mana shu ko'rib turgan obyektivlarni 1 kvadrat metrda 500 ming so'mdan qilib ishlarni bitirib berganmiz va tagi qismidagi perillalari, ограждениялari metrga hisob-kitob qilinadi. Hammani o'zini xohish istagiga qarab, materialni qalin yupqaga qarab narxlar o'zgarib boradi. Bu narxlar ichiga dostavka uстановkalari, besplatniy holatda, kraskalari, o'rnashlari, leksanli variantda, vodostoykalar qilingan holatda qilib ishlarni bitirib berganmiz. Aloqaga chiqsanglar batafsil ma'lumot beramiz. Vodiy bo'ylab dostavka uстановkalarimiz besplatniy. Voha taraflarga keladigan bo'lsak, 100 kvadratdan oshiq joylarga dostavkasini besplatniy qilib ishlarni bitirib beramiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli naves, pereli, rishotka, daroza xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizga ekran raqami orqali aloqaga chiqsanglar, ishlarni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz. Bemalol buyurtma qilishingiz mumkin.